Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bo'lib. Biz Komolon mahalladamiz. Komolon mahallada masjidni ko'pchiligimiz bilsa kerak. Masjidda atrofida bitta zo'r kottejimiz chiqdi. Xullas bu yerda 6 ta 5 ta ketma-ket qurilgan ekan. O'sha yerdan bitta sotuvda qolgan. Uy ichiga kiramiz. Uyimiz korobka holatda. Okalar 156 kvadrat metr. Bo't mana. Tak, kuxnyamiz birinchi qavatdagi bo'tga bemalol bitta garderob qilsanglar bo'ladi. Sanuzel qo'yishimiz mumkin. Va bu yerda mana bitta xonasi. Tashqarida shamol aylanadigan joyi bor. Okey, ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etaj chiqib olgan bo'lsa, birinchi etajda bitta xona kuxnya, ikkinchi qavatda sanuzel va ikkita xona. Ikkinchi etajdagi birinchi xonamiz va bu mana mehmonxona. Katta va keng. Tepada mansardasi ham bor. Mansardamizda ham ikkita katta xona tushadi, bemalol foydalansa bo'ladi. Uyimiz faqat korobka holatda sotiladi. Mansardasi bilan hisoblaganda 6 xonadan iborat bo'lyapti. Kottejimiz mana mana shunday mashina qo'yasizlar, uy kirib ketaverasizlar. Uyimizning to'g'risida otalar choyxonasi bor, bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Uyimizning narxi $102 000. Hammaga rahmat.